Nima gap? Tinchlik bo'lmaganda uyingizga kelarmidim? Mol sotsa hamchi aybini aytib sotadi. Ro'zg'orga o'quv yo'q qizingizni avval o'rgatib, keyin uzatsangiz bo'lmaydimi? O'rgatgunimizcha eshigimiz oldiga qatnayverib qo'ymadingiz-ku, kuyov. Qizingizni siz uyingizga bir oyga tashlab ketaman. Agar shu bir oy ichida men aytgan ovqatlarni pishirishni o'rgansa, qaytarib olib ketaman. Bundan oldingi norinam juda zo'r bo'lgan ekan. Hammasi zo'r. Bularni hammasini Munisani o'zi pishirgan bo'lsa kerak. Albatta. Dada, endi bizga ruxsat. Kuyov bola, endi biroz shoshmay turing. Qo'y bozorga tushib, barragini qo'y olib keldim. Shu qo'yni bir chiroyli qilib so'yib bersangiz. Dada, uzr. To'g'risi bu qo'limdan kelmaydi. Har holda men qassob emasman-ku. Shunaqa deng. Meni ham qizim oshpaz emas edi. Sizga bir oy. Ha mayli, 2 oy muhlat. Erkak kishi qila oladigan qassobchilik bormi? Elektr ishlari bormi? Santexnik ishlari bormi? Ustachilikmi? Hammasini o'rganib, xuddi bugungidek imtihon topshirasiz. Shu oddiy ishlarni o'rganib kelib, ana Munisani olib ketaverasiz.